Alaykum. Ya'ni integralga oid bo'lgan yechimi bahorgi attestatsiya uchun tayyorgarlik bazasidan. Xo'p, birinchi misolimiz aytyaptiki, integral sinus 2x ko'paytirilgan y darajasida sinus x dx berilgan integralni hisoblang debdi. Xo'p, endi bu integralni hisoblash uchun nima qilamiz? Keling, demak, integral sinus 2x kere y darajasida sinus x dx bo'ladigan bo'lsa, xo'p, integral sinus 2x ochadigan bo'lsam, 2 sinus x kere cosinus x ko'paytirilgan y darajasida sinus x dx bo'ladi. Xo'p, endi keling, birinchi qiladigan ishim, agar men sinus x ni biror bir o'dib belgilab olsam-da, ikkala tomonidan hosil oladigan bo'lsam, demak, nima bo'ladi? Cosinus x dx teng du ekanligi kelib chiqadi. Xo'p, integralimni davom ettiradigan bo'lsam, keling o'shani endi u emas, boshqa biror a deb belgilab olaylik. A deb belgilab olsam, dA bo'lib qoladi. Xo'p, mana bu demak integral 2 ko'paytirilgan sinus x a edi. Xo'p, y darajasida a bo'ldi. Demak, cosinus x dx dA bo'lib qoldi. Demak, bu ifodani nima qilishim kerak? Integral olishim kerak. Demak, keling ikkinchi bu yoqdan alohida boshqatdan yozaman. Demak, 2a ko'paytirilgan y darajasida a dA bo'laklab integrallash formasidan foydalanaman. Ya'ni 2a ni u deb belgilab olsam, buni nima kelib chiqadi? Ikki tomondan hoslab olsam, 2dA teng bo'ladi du ga. Xo'p, y darajasida a dA ni bo'lsa nima qilib olamiz? dv deb oladigan bo'lsak, y dan boshlang'ich, va y ni o'zi bo'ladi-da, y a barobar v bo'lib qoldi. Demak, bo'laklab integrallash formasi bo'yicha u kira v. 2a quvvatiga y da a integral v du, ya'ni 2 a darajasi, yana a darajasi, keyin du bo'lsa 2dA bo'ldi. 2a y darajasida a. Xo'p, deb bundan nima bo'ladi? 2y darajasida a bo'ladi. Qo'shilgan s bo'lib qoladi. Demak, bu ikkalasidan men 2 darajasida y ni asni olib chiqadigan bo'lsam, demak nima qoldi bizda? a minus 1 qo'shilgan s bo'lib qoldi. Bundan kelib chiqdiki, bizda a nimaga teng edi? Sinus x ga teng edi. 2 kere sinus y darajasida sinus x nima bo'ldi? Sinus x minus 1 qo'shilgan s ko'rinishda bo'lib qoldi. Demak, 2y sinus x keyin sinus x minus 1. Ya'ni bu javob bizda nima bo'ldi? B javobiga to'g'ri kelib qoldi va javobimiz B javobda ekan. Navbatdagi misolimiz, ya'ni egri trapetsiya yuziga oid bo'lgan misol, berilgan ma'lumotlardan foydalanib bo'yalgan soha yuzini toping dedi. Keling, bitta ish qilaman. Birinchisi, mana bu ikkita funksiyaning kesish nuqtasini topib olaman. Ya'ni y barobar x bilan y barobar ildiz ostida x dir. Xo'p, tenglashtirsak, x barobar ildiz ostida x, bunda x teng 1 va x teng 0 degan javob kelib chiqdi. Mana 0 javob va ikkinchi kesish nuqtasi nima bo'lib qoldi? 1 bo'lib qoldi. Endigi qiladigan ishim, birinchisi bu bo'lsa, demak ikkinchi qiladigan ishim y barobar 2 va y barobar x kesish nuqtasini topadigan bo'lsak, atay bu bizga kerak ham bo'lmaydi. 2 bilan y barobar ildiz ostida x ko'rmoqchi bo'lsak, demak ildiz ostida x barobar 2 ligidan x barobar 4 degan javob kelib chiqadi. Demak, bu ikkita funksiya nima bo'ldi? X barobar 4 nuqtada kesishar ekan. Endi qarang, biz bo'yalgan soha yuzini topishimiz kerak. Bo'yalgan soha yuzini topishni qarang. Nima qilaman? Mana shu nuqtadan x o'qiga bitta parallel chiziq o'tkazaman. Demak, buni 3 ekanligi va buni ham 3 ekanligi kelib chiqdi. Demak, bu masofani birligi, bu masofani ham birligi kelib chiqdi. Xo'p, endi qarang. Mana bu yuza S1 bo'lsin, bu yuza S2 bo'lsin. Va mana bu yuza bizdan so'rayotgan S yuza bo'lsin. Xo'p, uchinchi qiladigan ishim, qarang. Xo'p, S1 qo'shilgan S2 yuza nimaga teng bo'ladi? S1 qo'shilgan S2 yuza integral 1 dan 4 gacha ildiz ostida x dx ga to'g'ri kelib qoladi. Ya'ni S1 qo'shilgan S2 yuza, ya'ni bizda mana shu yuzamiz 1 dan 4 gacha nima bilan chegaralangan? Y barobar ildiz ostida x funksiya bilan chegaralangan. Xo'p, nima bo'ldi? Ildiz ostida x dan hosil demak, 1 taqsim 2 bo'lsa, 2 taqsim 3 ildiz ostida x kub ko'rinishda bo'ladi. Va nechadan nechagacha bo'ldi oralig'i? 1 dan 4 gacha bo'lib qoldi.
to'rt qo'ysak 2 taqsim 3 ko'paytirgan 64 8 chiqadi. 1 qo'yadigan bo'lsak 2 taqsim 3 1 bo'lib qoldi. Va bundan kelib chiqdiki 16 minus 2 14 taqsim 3 degan javob kelib chiqdi. Demak, hop 8 bo'ldi-da. Endi S200'miz nimaga teng? S200'miz ko'rinib turibdi, просто tek bu 3 kere 1 yuzani beryapti. Ya'ni 3 degan javob kelib chiqdi. Demak, bundan kelib chiqadiki, S1 qo'shilgan 3 teng bo'lib qoldi 14 taqsim 3 ga. Demak, bu yoqqa o'tkazadigan bo'lsak, S1 teng nima bo'lib qoldi? 14 taqsim 3 minus 3. Bunga 3 mahraj bersak, S1 yuzamiz nimaga kelib chiqdi? 5 taqsim 3 ekanligi kelib chiqdi. Nega S1 ni topdim? Chunki sababi mana bu trapetsiya yuziga urg'u beradigan bo'lsangiz, u bizda S bilan S1 yuzi yig'indisiga teng bo'lib qolyapti. 4-chi qiladigan ishimiz demak 4-chisi bo'ldi. S qo'shilgan S1 yuzi bu trapetsiya bo'lib qoldi. Ya'ni balandligi mana bu. Endi qarang, bu masofa 1 ga tengligidan demak mana balandligi 1 ga teng ekanligi kelib chiqdi. Xo'sh, endi biz majbur ekanmiz nima qilishni, mana bu nuqtaning kesishish nuqtasini topishimizga. Ya'ni mana bu nuqtamiz nimaga to'g'ri kelar ekan? 2 ga to'g'ri kelib qolar ekan. Ya'ni mana bu y barobar 2 bilan y barobar x kesish nuqtasi. Demak, 2 bo'ladigan bo'lsa, mana bu sohani ham 2 liga kelib chiqadi. Xo'sh, endi qarang. Trapetsiyamiz qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Trapetsiyamiz 2 qo'shilgan 3 taqsim 2 kara h 1 bo'lib qolyapti. Ya'ni 5 taqsim 2 bo'lyapti. Xo'p, S yuzamiz demak, S1 yuzamiz bor, 5 taqsim 3 ayrilgan 5 barobar 5 taqsim 2. Demak, o'tkazadigan bo'lsak, S yuzamiz bo'lyaptiki, 5 taqsim 2 minus 5 taqsim 3 bo'lyapti. Bunga 3 mahraj, bunga bo'lsa 2 mahraj bersam, 5 taqsim 6 degan javob kelib chiqdi. Demak, bo'yalgan sohamizning yuzasi 5 taqsim 6 ga teng ekan. Hop, navbatdagi nostandart misollarimizdan biri, ya'ni modulli aniq integral. Hop, modulli aniq integral qanday tartibda olinadi? Qarang, buni ikkita oraliqqa bo'laman. E'tibor beradigan bo'lsak, bizda oralig'imiz nima bo'lyapti? Oralig'imiz minus pi taqsim 2 dan pi taqsim 2 gacha bo'lyapti. Demak, mana bu 0 bo'lsa, bu oraliqda sinusi manfiy, bu oraliqda musbat. Demak, integralni ikkitaga bo'laman. Ya'ni integral minus pi taqsim 2 dan 0 gacha manfiy bo'lganligi uchun y darajasida minus sinus x kera kosinus x dx bo'ladi. Qo'shilgan 0 dan pi taqsim 2 gacha sinusimiz musbat bo'lganligi uchun sinus x kera kosinus x dx ko'rinishda bo'ladi. Ikkala integralni alohida hisoblaymanda, keyin nima qilib qo'yaman, qo'shib qo'ysam shuni o'zi kifoya. Demak, minus pi taqsim 2 dan 0 gacha y darajasida minus sinus x kera kosinus x dx. Endi keling. Agar sinus x ni biror bir t deb belgilab olsam, ikki tomondan xoslab olsam, kosinus x dximiz dt ekanligi kelib chiqdi. Deb bunday kelib chiqdi. Oraliqda yozib o'tiraman hozir. Y darajasida minus t, keyin dt bo'lib qoldi. Bundan demak boshlang'ich minus y darajasida minus t bo'lib qoldi. Xo'p, va barobar t ni o'rniga demak sinus x ni qo'yadigan bo'lsa, minus sinus x. Nechadan nechagacha? 0 dan minus pi taqsim 2 dan 0 gacha. Xo'p, minus pi taqsim 2 ni qo'ysam, minus pi taqsim 2 da sinusim minus 1 ga teng va mana bu 1 bo'lib ketdi. Minus y bo'lib qoldi. Ayrilgan 0 qo'ysam, sinus 0 dan 0 ga teng va y ni 0 darajasi 1 bo'lib qoldi. Demak, minus 1 bo'lib qoldi. Bu minus y qo'shilgan 1 ko'rinishda bo'lib qoldi. Demak, ikkinchisi xuddi shunday tartibda 0 dan pi taqsim 2 gacha y darajasi sinus x kera kosinus x dx bo'lsa, xuddi shu tartibda sinus x ni t deb belgilab olsam, ikki tomondan xoslab olsam, kosinus x dximizni dt ekanligi kelib chiqdi. Demak, integral y darajasida t dt bo'lib qoldi. Ya'ni bu degani y ni t darajasi degani. Bundan kelib chiqdiki, demak y darajasi sinus x uning oralig'i bo'ladigan bo'lsa 0 dan pi taqsim 2 gacha. Mana adashib ketdik-a. Birinchi nima qilishimiz kerak edi? 0 ni qo'yishimiz kerak edi. Minus 1 bo'lib qolar edi. Ayrilgan keyin minus y bo'lib qolardi. Demak, bizda minus 1 qo'shilgan y ko'rinishda bo'ladi.
Endi pi taqsim 2 ni qo'ysak, demak sinus pi taqsim 2da 1ga teng y bo'lib qoldi. Ayrilgan bu yoqda bo'lsa 1 bo'lib qoldi. Endi ikkalasini qo'shishim kerak. Umumiy demak natijamiz -1 qo'shilgan y qo'shilgan y -1. Demak 2y -2 bo'ldi. 2 ni olib chiqsak y -1 bo'lib qoldi. Va bu javob D javob ekanligi kelib chiqdi. Hop, 4-chi misolimiz. Agar integral 1 dan y gacha ln kub x dx teng 6-2y bo'lsa, bizdan so'rayaptiki, demak 4-darajada demak integral 1 dan y gacha ln 4 darajada x dx ni hisoblang deb. Xo'p, endi keling, buni hisoblash uchun nima qilamiz? Keyin alohida yozaman. Integral 1 dan y gacha ln 4 darajada x dx bo'lsa, buni bo'laklab integrallash formasidan foydalanaman. Ya'ni hop, ln 400 darajada x ni u deb belgilab olsam va ikki tomondan xoslab olsam 4 ln kub x i ko'paytirib ln x dan hosil 1 taqsim x dximiz du ekanligi kelib chiqadi. Dx teng dv bo'lib qoladi. Bundan x teng v kelib chiqadi. Hop, bo'laklab integrallash qoidasi bo'yicha hozircha oraliqqa tegmay turaman. U kira v, ya'ni ln 4 darajada x kira v x minus integral v du, ya'ni v imiz nima bo'lyapti? V imiz x bo'lyapti. D imiz bo'lsa 4 ko'paytirgan ln kub x taqsim x bo'lyapti. Dx bo'lyapti. Bu bilan qisqarib ketdi va nima kelib chiqdi? Demak, ln 400 darajada x kira x minus integral qanday qilamiz? 4 ham chiqarib yuboramiz xolos. 4 chiqarib yuborsak ln kub x dx ekanligi kelib chiqdi. Xo'p, endi keling, boshqatdan pastdan alohida yozaman. Birdan y gacha ln 400 darajada x dx nima bo'lib qoldi? Ln 4 darajada x kira x minus 4 ko'paytirgan, hop, ln 1dan y gacha ln kub x dx. Hop, yoqimli deb qolsak, bu oralda yozmaymizda, umumiy olamiz. Mana umumiy oladigan bo'lsak, 1dan y gacha. Buni ikkitaga ajratadigan bo'lsam bunday bo'lib qolyapti. Qarang. ln 400 darajada x kira x 1dan y gacha minus 4 darajada 4 kira 1dan y gacha ln kub x dx bo'lib qolar ekan. Hop, endi mana hisoblaymiz. Birinchi y ni qo'yadigan bo'lsam, ln y 1 ga teng, demak y ni o'zi bo'lib qoldi. 1 ni qo'yadigan bo'lsam, 0 bo'lib ketib qoldi. Hop, mana bo'lib qoldi. Qarang, yozaman erinmasdan, demak mana bo'ladi. Y qo'ysam ln y 1 ga teng, kira y ni o'zi bo'lib qoldi. 1 ni qo'ysam ln 1 0 bo'lib ketdi, 0 bo'lib ketdi. Minus 4 ko'paytirgan bu integralimiz bor edi. Necha edi bizda? 6 minus 2y edi. Demak 6 minus 2y bo'lib qoldi. Xo'p, endi qavs ochamiz. Qavs ochadigan bo'lsak, qanaqa ko'rinishda bo'ldi? Y 24 plus 8y bo'lib qoldi. Bundan 9y minus 24 degan javob keldi. Demak, javobimiz B javobiga to'g'ri kelar ekan. 5-misol. A va B yuzalar, mana endi B qolib ketgan, yozgan paytimda A va B yuzalar ln x va 1 taqsim x to'g'ri chiziqlarni 1 va y to'g'ri chiziqlari bilan chegaralangan soha yuzlari. Berilgan ma'lumotlar bo'yicha A minus B ni toping deyapti. Yaxshi, ustoz, qarang, endi bitta ish qilaman. Mana bu pastdagi yuzani biror bir S yuza deb olaman. Endi qarang. Birinchisi integral 1 dan y gacha 1 taqsim x dx. Mana qarang. Integral 1 dan y gacha mana bu yuza bo'lyapti. Ustoz, qarang sizda. Ya'ni bu nimaga teng bo'lib qoldi? A qo'shilgan S yuzaga teng bo'lib qoldi. Buni hisoblaymiz endi. A qo'shilgan S yuzamiz 1 taqsim x boshlang'ichi ln modulda x 1 dan y gacha bo'ldi. Xo'p, demak y ni qo'yadigan bo'lsak, ln y bo'lsa bu 1 ga teng bo'lib qoldi. Ayrilgan ln 1 bo'lsa 0 ga teng bo'lib qoldi. Demak 1lik kelib chiqdi va A qo'shilgan S yuzamiz nima bo'lib qoldi? 1 bo'lib qoldi.
Endi ikkinchisi qarang. Integral 1 dan y gacha ln x dx bo'ladigan bo'lsa. ln x dx bo'ladigan bo'lsa. Xo'sh, endi bu sizga nima beradi? Demak, mana bu soha yuzasini beradi. Qarang, mana shu soha yuzasini beradi. Ya'ni bu degani e, b qo'shilgan s bo'lyapti. Demak, bizda mana b qo'shilgan s yuzamiz nima bo'ldi endi? ln boshlang'ichi x ko'paytirilgan ln x minus x. Nechidan nechgacha? 1 dan y gacha. Y qo'yadigan bo'lsa, y ko'paytirilgan ln y 1 ga teng, minus y 0 bo'lib ketdi. A degani endi 1 ni qo'yadigan bo'lsak, nima bo'ldi? 1 da 0 minus 1 bo'lib ketdi. Demak, 1 degan javob kelib chiqdi. Bundan kelib chiqadiki, b qo'shilgan s soha yuzasi ham 1 ga teng ekan. Bizdan nima so'rayapti? A minus b ni so'rayapti. Demak, a plus s soha 1 ga teng ekan, b plus s bo'lsa 1 ga teng ekan. Demak, ustma-ust ayirib tashlaydigan bo'lsak, bular qisqarib ketdi-da. Demak, a minus b teng 0 ekanligi kelib chiqdi. Demak, a va b soha yuzalari teng ekan va javobimiz 0 ekanligi kelib chiqdi. Agar biz olib borayotgan kontentlar siz uchun foydali va qiziqarli bo'layotgan bo'lsa, demak, boshqa ustozlarga ham jo'natib qo'yinglar. Metod birlashma guruh ustozlariga, matematik tanish ustozlariga, barchaga jo'natib qo'yinglar. Ular ham bizni sifatli ma'lumotlarimizdan o'rganib, o'zlari xohlagan darajaga erishsin.